Hovlilarini sipiribdimi kenayim? Огороддagi o'tlarni yulibdilarmi ish qilib? Voy, anta o'tlarni o'sib yotishini, voy parasatinga. Uf, voy mana bu ostonani kirini. Qani? Voy, o'ling. Voy, ujis. Va bu uylarni qanaqa ozoda qilib yurardim mana shu uyda yashaganimda. Televizorda changini qara. Bu ishga olib kelib men bola joylashtirgan ekan. Voy, bu saramjonlik ham yo'q bu kelinda. Kirlarni taxlab qo'ysa bo'ladi-yu. Ham pardasini qara. Shunda to'g'rilab yursa bo'ladi. Qanday uyim bor edi-ya. Barakasini o'chirdi. Voy, o'ling, voy. Voy, idishlarni ham yuvmabdilar, voy. Voy, ona qanday chidavasiz. Voy, mana gazlarini. Voy. Uf. Voy. Onamni xonalariga chiroyli qilib joylar qilibdi. Xo'sh, qarang. Changini qara. Chang mana shuni tozalamaganda. Buni ham biladi qanaqa ish qilib ish kerakligini. Deyman, hamma joyi chirk bostirib boribdi. U tepani ko'rgan, shkaf tepasini shundoq qilgan, chang bo'lib yotibdi. Bitta tozaligi yo'q bu kelinni. Shundoq uyimizni chang etib boribdi. Voy, opa aytmang. Voy, ana огородini ko'rdingizmi? Voy, уже mart, уже o't o'sib turibdi огородida. Voy, ana gazini ko'rdingizmi? Voy, qanaqa ovqat qiladi o'tda. Voy, biram ajoyibsizlar, tavba qildim. Siz-chi o'zi antiga cho'pi mamka olganmisiz? Sizlarni uyinglarni o'zingizlar xabaringlar bormi? Qanaqa ahvoldaligini? Ikkalanglarni ham uyinglarni men borib tozalab bersam chirkina. Gapirganinglarga o'laman. Uyi bir binoydek top-toza. Siz-chi opa, ozgina pochchamni kiyimlariga ahamiyat bering. Buni gazini chirkini gapirguncha. Sizga-ku вообще gap yo'q. Antiga cho'pi mamka olib qo'ymaysiz. Bunaqa gapirmanglar birovning oilasini buzib. Undan ko'ra ikkalanglar ham qalbinglarni chirkini tozalanglar. Uyat. Sizlardagi opalarim borligidan uyalib ketyapman. Shu to'g'rimi? Kelin yo'g'ida kir qidirish. Kommentga yozib ketinglar hammanglar bittadan.